Assalomualaikum, hurmatli tashabbuschilariga xayr barakatli bo'lsin. Ertaning 5-sigini tovar so'rib baliq qozonga keldi. Her erkek 40 milyon verdi. 8 milyon Ölçedim. Kira balık. Ben getirme kaçacağım. Ben şöyle kadar. 7 milyon olacaklar. Hayatı bu. Hadi 5 kira balık. Mola toplayın. Hurmatli yurtdoshlar, sazanni kilosincha so'm bo'ldi? 2 ming oldu. 42 ming. Belgilar ne? 33 ming so'm bo'ldi hurmatli yurtdoshlar. 28 ölçümü. Ondan bana 26-25 milyon lira gösterisi hiç ağam. O kadar kıyıp kısır var. Hurmatli yurtdoshlar, laqqa 100 ming so'm dedi kilo. Belgilar balıqlar 50 ming so'm. Zekechi balık. Yeniden giyinen. 2 ming so'm bo'ldi sazanni kilosi. 1 kilosi 2 kilo o'tadi. Laqqa 22 ming so'mdan ketdi. Balıkla 24 ming so'm. Xitoy ichkini dollar. Charlancha so'm ekan? 55 ming so'm bo'ldi. Bu 20'den abi 25'den bana. Maybaş Qizil Qanot hurmatli yurtdoshlar 23 ming so'mdan ketdi. Chelak 35 ming so'm. Plastmassa chelak 25 ming so'm, 30 ming so'm, 30 ming so'm hurmatli yurtdoshlar ko'rib boraveradi. Kichkina chelak so'raganlar uchun 15 ming so'm. 65 ming so'm. Panda. Assalomu alaykum. Pandancha so'm bu panda? Panda 15 sattık. 15. Dum sifatli gap bo'lishi mumkin emas. Dum sifatli bo'yang. Sinmaydi. Sönmedi de Qozoncha so'm 3 kilolik. 430 bulacak onu yine. Yana hurmatli yurtdoshlar ko'rdingizmi? O'kizlar ham mollarga yem bersangizlar ham dum zo'r, sindirmaydi. 430, 550, 650, 750. En az 1 milyon 100. 15 kilolik. Ava, Bir içini ko'rsatmang. Kazanı kalın hıyla kazanları gözetmeyin. Ava, ko'rsating. Yana hurmatli yurtdoshlar, qalin xiyla deyna. Esi sirning tamg'asi bor ekan bunda. Ko'rdingizmi hurmatli yurtdoshlar? Belgilaning 30 kilolik. 850 yine. 850. Esinin tamg'asi bor ekan. Bular necha so'm bo'ldi? Veriledi. Bular 35'ten. 35 dan mollarga yem beradi. Tankalar 65 dan axa. Ama kaç veriledi? Qaytib beriladimi bahodan 75 ming so'm. Hurmatli yurtdoshlar, bunda yupqa budjetni varianti. Buni Bula tuxum kaynatmaka, çay kaynatmaka, değeri kaynalar. moyibga adım zo'rang aksara. Gezde konu. Yarim qaynatadi. İşten har xil Ya variant. bula peşe giredi un bula. Ha, doğru. Çayni qaynatib bir şey o'tiraveradi. Ayting telefon nomerini. 99'lık 130 21 22. Dastlabki bormi? Ava. Nere bor? Şavat teritoriyasi. Shavat territoriyasi bo'yicha. Peshlar ham sizdanmi? Necha so'mdan peshlar? Peşle 700 750. Nima farqi bor uni? Farqini tushuntirmang. Bu birlik ina bu bir yarımlık. Ha, ululuk ikisinde. Ha. Lekin materyalları 05'lik kalın variant. 1 kilo materiali. Ava. 15 ming so'mdan kilolar dollar. Hurmatli yurtdoshlar. Buni olib borib qurban berasizmi? Peshni. Satke üzetiş bizeden. Apart beriş. Ustanı top ver hemen gelişeveredi. Ha, ustani o'zi bilan kelishaveradi. Yaxshi savdoningizni bersin. Sotana qarang. Zor yerlik edi bundan bo'lsam go'shingizni sifat qachadi. Noni sotani bu salomay. Indukni sotamiz. Indokni sotani. Necha kilo chiqadi birsi? 20 kilo, 25 kilo hozir chiqib turganlari. Ha, inchi sotani necha kilo chiqadi inchi? Hozir salkam 5 kilo yaqin chiqdi. 5 kilo ya. 4 kilo 460 ming. Bahasi necha so'm buni? Bahasi 60 ming so'm, 60 mingdan. 60 mingdan ketdi hurmatli yurtdoshlar. So'm. Ördeklar necha so'm bo'ldi? Salom alaykum. Siz iççiler. Ördek. Pazar çıkan 50'de. 50'den. Pazar kesiniz iççiler. 50 ming so'mdan ketdi. Indoklar ne? Salom alaykum. 300'den erkek indok. Qanaqa 300. Xo'roz bor ekan, xo'roz. Xo'rozlari bo'lsa, xo'roz 400 ming so'm. Hurmatli yurtdoshlar, tovuqni hangmi? Bunga telefon nomer qo'yasizmi? Xo'roz uchun telefon nomer qo'yasizmi?
Farkı Ayting telefon nömerini. 97'lik. Tamam. 600. Aha. 73 81. Yine bemalol telefon qilaveradi. 400 dan bilan qaytib beriladi 400 dan. 300 atrofi bitami? 300. Sal ko'rsa bitadi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nima bo'ldi? 25. Kilosi. Danaqa necha kilo chiqadi bir danasi? 2,5 4 3 kilo. 3 kilo eng qimmat 100 ming so'm bo'ladi. Top dinlarcha ekan bu tufalar. 25 ta Mesni uyda boqilgan. Mesni deydi, uyda boqaman. Yo'q, chiroyli nima qaraman. Kaptardin ekan bu. Chiroyli tim-timon narsa bo'ladi. Yaxshi. Yo'q, hurmatli o'rtoqlar, dekan xo'rozlar bo'lgan joy ekan bu. Necha so'm ekan bahasi dekanni? 600. Bozor so'radimi? Bozor 250 ga. 250 ga. 250 ga sal ko'rsa beriladi unda. Yo'q, hurmatli o'rtoqlar, 250 ga sal ko'rsa beriladi. 270 ga bitami? 270 ta 300 mi? 300 dan aşağı beraman deydi hurmatli o'rtoqlar. Telefon nomer qo'yasizmi? 97 309 74 24. Belgi jijaxi. Avan. Qachon chiqqan? Mayda jiyasi. Mayna jijasi ekan hurmatli o'rtoqlar. 300 ming so'm bo'lsa dedi beraman. 300 dan hech bo'lmasa xayr pul qaytib berarsan ha. 300 dan azroq qilsa beraman. Bormi izi? Yo'q, shu bor. Bir dana. Ajoyib. 20 ming so'mdan doktor tuzib bedana hurmatli o'rtoqlar. Ajoyib gap bo'lgan 20 ming so'm. Yaxshi. Hurmatli o'rtoqlar, hop, tum joyim. Vayanni kurtkalar bor ekan hurmatli o'rtoqlar. Endi bu vayanni kurtkalancha so'm yoshilli? 300 dan. Kuru ustaxi, asti ustimi? Kuru usti hurmatli o'rtoqlar. Ular ham yaxshi. 300 dan. Yetti 300 dan. 6,5 ming so'm bo'pti bu gunjarani kilosi hurmatli o'rtoqlar. Nelar chiqib boshapti, nelarni chiqib boramiz hurmatli o'rtoqlar, egalardan ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum. Siz yollamisiz? Nelanchi so'm bo'ldi olmonlarni? 10 so'm. 10 so'm saylag'ani. Bo'yincha metr bormi? Bo'yi 2,5-3 metr. Buni 40 nelash kerakmi? Olib nelasam tutami ya? Tutadi. Tutadi. Bahorda qiladi. Ha, baharda 40, hozir 40 bo'lmaydi mana. Hozir 40-80 bo'ladi, bahorda 40. Hozir 40 ekmesang bo'lmaydi buni. 40 kerak. Ertaga uyg'ongandan keyin 40 qo'ymaysan haqmi? Ha, 40 kerak. Hurmatli o'rtoqlar, 10 so'm. Sopilgan haqi bular. Sapolgan. Chishti, garantiya berasiz. Garantiya. Bu nima bu meva? Erik. Erik ekan. Necha so'm bu? Erik ham shu baho. Xarajim 571. 10 ming so'mmi? 10 ming so'm. Gullanang. Gulla 15 dan. 15 dan dedi. Qizili sarisi oqi bor. Har xilasidan bor. Bu nima meva bu? Nashvati. Necha so'm u? Almurta sapolgan 20 ming so'm. Bug'maymi bu? Yo'q, bug'maydi. Bo'lmaydi. Qurbon kamida bular. Yo'q. Nashotun o'zini sapsangiz chiqib qoladi uni. Nashvati o'zini sapsangiz mevani ozroq beradi. Aha. Almurta sopish kerak yo behiga sopish kerak. Mevani shunda zo'r beradi. Zo'r beradi. Necha so'mdan dedingiz buni? 20 ming so'm. 20 ming so'm. Belgilanang. Belgilar ham nashvati behiga sopilgan 10 ming so'm. Chishtin shuni nashoti bo'lib pishami? Chiste shunda bo'lib pishadi. Belginang. Bergan o'zindan shu rasmdaydan. Bu necha so'm? Bular yozg'isi 10 ming so'm bular. 10 ming so'm deydi, hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda nima bor? Yanda Almurt bor. Almurtning o'zi. Necha so'm bu 10 olma? ming so'm beriladi Almurt. Erchanang. Erchalar 30 ming so'm. 30 ming so'm. Optimal alamanda nechadan berasiz? 25 etib beramiz. Optimal olanda yana kitob erchati chiste 40 milyon. O'zini shakl beradi. Dastlabki bormi? Dastlabki bor. Ayting telefon nomer. 99 380 4053. Ina bemalol. Dastlabki nereden bor? Dastlabki Xorazm bo'yicha. Xorazm bo'yicha olib borib nellaban berasizmi agar bevar ya? Aysalar. Nellab bermaka odam olib qolamiz, ish pulini beradilar. Ha, ana hurmatli yurtdoshlar, bemalol telefon qilaverasiz. Ish agar nellachak bo'lsangizlar, ish olib boraman dedi, kelishib ish berasizlar menga. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Çarık oynayana canım. Kovla 5 ming so'm keladi. Xaruzning? Xaruzdan kattaligina gap bo'lishi mumkin. Xaruzlar. Haruz zakonlu haruzdan. 3 ming so'm, 2,5 ming so'm, qishdan mini haruz topilmaydi. Ana 2,5 ming so'm, 3 ming so'm.
Kurmalar 8000'den 6,5 mingga do'nagan. Hurmatli yurtdoshlar, berib qaraverasizlar. 900 so'm bo'ldi, hurmatli yurtdoshlar. 7900 dan. Telefon nomer qo'yasizmi? Telefon nomer qo'yasizmi? Ayting, g'alatlar telefonda yo'q qiladi. 900 dan bo'lsa, gashi. Urganchdanmiz usta. Urganchdan bo'lgandan Xorazm bo'ylab oladi. 900 dan bo'ldi, hurmatli yurtdoshlar. Yaxshi bo'ladi, savdoningizni bersin. Amma gel yaxshi ustana saqlasın. Hurmatli so'm bo'ldi. Çürük çıkmıyor mu? Ondan ağa. Kilasang? Kilosu. 10 ming so'm bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kilosi. Şundan Kurma bir yaşka kilo verin. 8 kilogana. Şundan bir. Gashi so'm bo'ldi bu? 1000 1,5 so'm. Mol gashining mollari beradi. Yo'q, odam geç. Yo'q, mollari beradi uni bormi, yo'qmi? 900 so'm. 900 so'm. Ayting telefondan. 99 ha. 969 Ha, 87 38. ko'p axi. Ko'p. Necha gektar ekding? 5. 5 gektar dedi. Hurmatli bemalol telefon qilaverasizlar endi. 6200 so'm Chimboy dedi, hurmatli yurtdoshlar. Tushirikda 7. Yo'q, hurmatli yurtdoshlar. Yana necha so'm bo'ldi bu? 15 dan. Xurmona Urma 7'den şikalan. 7 dan dedinglar. Hurmatli yurtdoshlar, izi ko'p dedi. Ay telefon nomerasi. 99 501 07 39. Dastlabki bor axi. WhatsApp'ga bor. Nerede o? Şu rayonun içinde şu an. Şavat rayonunun içinde de hurmatli yurtdoshlar yine. Bemalol telefon qilaverasizlar. Yana Allah'ın zo'r dahshati gapdi yine. Hurmatli yurtdoshlar. Izi ko'p dedi. Xurmanchadan deding? 7'den. 7 dan. Shikolat xurma garantiya axi, bo'lmaydi. Yok. Ajoyib. Eng arzon yeri hurmatli yurtdoshlar. 3900 so'm bo'pti. Kapakning kilosi hurmatli yurtdoshlar. Bug'doy ne bu? Den. Budayla 4000 so'm. 4000 so'm. Sechka 2200. 2200. Makka kormalar? Mekke kormalarımız 4800. Dastlabki bormi? Bug'doy ne? Dastlabki bor. Budayla 3800 so'm. Telefon nomerini ayting aka. 91'den 422 45 84. Kunjara ne? Kunjara 6200 so'm. O'ndan dastlabki bor. Onlardan dastlabki. Nerede o? Şu binatçılardan tutup tamojinya da. Bunyodkori ne? Точный adresini ayting. Şu mana çoklu bazardan tutup tamojiyadan chegaradan. Shovat Perkovskiydan bormi? Yo'llari yo'q. Короче, Chokli bozordan ta Tamojiyadan ne bor ekan? Dastlabki bor ekan. Bemalol telefon qilaverasiz. G'azovat nelerden taşıp verdik. G'azovat taraf, Shavot ishal taraflari ham taşıp Ha, tashab berasizlarmi beri? Bemalol telefon qilaverasiz. Kunjarani kelishib bo'ladimi? verdik. Kunjarani gelirse oladu. Kelishsa bo'ladi dedi hurmatli yurtdosh 6200 ni.